Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar Muslim Official, ya'ni Nurbil kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz aka-ukalarimiz, xudo xolasa bugun biz Mo'shin bozorimiz Shartuzda, ya'ni 24-may Mo'shin bozorida xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha Mo'shin bozorlarida, ya'ni narxlarni, motorlarni, utilizatsiya dokumentlari qanaqa sizlarga batafsil tushuntirib berishga harakat qilamiz. Ya'ni yangi kirib kelgan aka-ukalarimiz shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Agar kimdagi reklama xizmati bo'lsa 93 534 04 94 raqamlariga telefon qilsalaringiz WhatsApp ulangan. Ikkinchi telefon nomerimiz 20 388 71 21 raqamlariga telefon qilsalaringiz bo'ladi. Shu telefon nomerlariga Telegram ulangan aziz aka-ukalarimiz sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib reklama qilib, ya'ni YouTube tarmog'iga qilib sizlarga batafsil tushuntirib harakat qilib beramiz. Reklama aziz aka-ukalarimiz, xudo xolasa biz Mo'shin bozorimizni, obzorimizni boshladik. Bismillah. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa sizlarga mana birinchi mashinamizni obzorini tanishtirib o'tamiz. Ya'ni Toyota'dan boshladik. Toyota Action bo'ladi, ko'rib turganingizdek. 2008 yil bo'ladi ekan. Ya'ni Toyota'mizni yiliga kelsak aka-ukalarimiz, motoriga kelsak 1.5, ya'ni ekonomichni bo'ladi. Balonni sostoyanini sizlarga ko'rsataman. Balonni sostoyani 75-85% sostoyanida turibdi aka-ukalarimiz, pakrushkalar. Ya'ni sakadiska bo'ladi ekan. Mashin chotki holatda, yaxshi haydalgan, yaxshi qarilgan aka-ukalarimiz. Mashin adresi jo'da aka? Shartuz ha. Mashinda adresiga kelsak aka-ukalarimiz, mashinda adresi Shartuzda bo'ladi ekan. Mana shuni srochniy sotishimiz kerak dedi. 2008-yil, ya'ni 1.6 motori bo'ladi ekan. Dokumentlar chiqila aka, dokument. Hamma so'za dokument, ha? Utilizatsiya hamma utilizatsiyadan chiqqan dokumentlari bor, hammasi 1 yillik. Aka, bu narxi qancha aka? 80 aka. 80 ta. Yana muomalasi. Avtomat korobka ko'rib turganlaringizda, ya'ni mashinamiz beach hol avtomat korobkadan iborat bo'ladi. Mashina adresi Shartuzda bo'ladi. 80 ming somon deyapti. Elektro paket bo'ladi. Darvozalarimiz, konditsioner, как положено hammasi ishlaydi. Televizorlar, ya'ni planshetlari bor aka-ukalarimiz. Agar narxlaringiz kelishsa, bemalol telefon nomeriga telefon qilib, ya'ni savdolashsalaringiz bo'ladi aka-ukalarimiz. Aka, telefon nomerni ayting aka. 97 929 06 WhatsApp dor ha? Bale. Aka-ukalarimiz aytilgan telefon nomeriga yana promoy telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni WhatsApplar ham ulangan. 80 ming somon deyapti. Ya'ni aka bilan bemalol muomala qilsalaringiz, xudo xolasa bizni kanaldan kelsangiz, ya'ni skidka qilib, ya'ni chegirma qilib beradi. Biz syomkamizni dalshi davom etamiz. Ya'ni videolarimizni kuzatib borishda davom etingiz. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa syomkamizni boshlab ko'rib turganlaringizda Toyota Vilfera bo'ladi ekan, ya'ni 6 kishilik, ya'ni 6 ta passajir oladi. Ko'rib turganingizda, ya'ni bu mashinada udobstvo taraf aka-ukalarimiz, ya'ni granitsaga, ya'ni taksi o'rayotgan shofer akalarimizga biz mashinani tavsiya qilib qolamiz aka-ukalarimiz. Endi mashina dokumentiga kelsak, mashinada 1 yil dokumenti tugagan, utilizatsiyadan chiqqan, ko'rib turganlaringizda, ya'ni kalpog emas, sakadiska, pakrushkalarda sostoyanisi где-то 50-55 sostoyanida turibdi, ko'rib turganingizda aka-ukalarimiz. Mana mashin. Obunachilarim, ko'rib turganlaringizda mashina obzori bilan tanishtirib o'tyapman. Oxirigacha ko'ringizlar videoni. Mana Toyota Vilfera. Mashinamiz salonni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz avtomat korobka, elektro paket bo'ladi. Mashinada faqat chihol yo'q. Mana mashinada oldi. Torpedalarga aka-ukalarimiz chihol urilgan. Mana avtomat korobka, planshet, televizor hammasi bor. Aka-ukalarimiz, orqa salondan sizlarga tanishtirib o'taman. Mashina вообще nishtya, ko'rib turganlaringizda bir ruchkada ochiladi. Ya'ni bunaqasiga ham yopiladi aka-ukalarimiz, ko'rib turganlaringizda. Mana sizlarga salon bilan tanishtirib o'tyapman. Mashinamiz 6 kishidan iborat. Mana patologlari родной o'ziniga dedi. Mana. Tak, mashina yiliga kelsak, egasini so'raymiz hozir. Aka, mashina yili necha aka? Mashina yili necha? 2009. Mashina yiliga kelsak 2009 bo'ladi. God vipuskasi. Qayerda mashina aka, adres? Shartuzdan. Mashina adresi Shartuzda bo'ladi. Toyota Vilfera ko'rib turganingizda, ya'ni 6 kishilik utilizatsiyadan chiqqan, lekin mashina dokumenti tugagan aka-ukalarimiz. Narxini qancha deymiz aka? 95. 95 ha? Ha, savdo bo'ladi endi. Savdo bo'ladi, muomala bor ha?
Ta aka bo'lsa telefon nomerni ayting aka, faqat WhatsApp bormi aka? Telefon nomerni ayting aka. 93 192 22 25 ha. Aka ukalarimiz telefon nomerlarga telefon qilsangiz promoy tushasizlar, ya'ni WhatsApp ham ulangan. 95 ming somon deyapti, ya'ni muomala bo'ladi dedi. Buni xazaynaga ikkita mashina bor, ya'ni Opel Astra deydi. Hozir uni ham sizlarga syomka qilib obzor bilan tanishtirib o'tamiz aka ukalarimiz. Aka ukalarimiz Toyota Wilfiradan keyin men aytdim sizlarga, ya'ni Opel Zafira bordim. Bitta xazayanda ikkita mashina bor. Toyota Opel Astra ko'rib turganlaringizda, ya'ni svitini o'zlaringiz ko'rasiz aka ukalarimiz. Obzor bilan polni tanishib o'tingizlar. Ya'ni buni baloniga kelsak, aka ukalarimiz 60-65 sostayan turibdi, kalpokda turibdi, sakadiska emas ko'rib turganingizda aka ukalarimiz. Buni motoriga kelsak 1.8, ya'ni объемli deyapti. 1.8 объем deyapti. Mashina motoriga kelsak aka ukalarimiz. Aka mashina yili necha aka? Mashina yiliga kelsak 2000-yil bo'ladi. Mashinada adresi aka ukalarimiz Shartuzda bo'lyapti. Men sizlarga aytdim, bitta xazayanda ikkita mashina bor deb, mana saloni bilan sizlarga tanishtirib o'taman aka ukalarimiz. Bismillah. Tak, darvozalarga kelsak elektropaket bo'ladi. Mashinamiz mexanik, ya'ni chixoldan iborat ko'rib turganingiz aka ukalarimiz. Tarbiyalarga chixol qo'yilgan. Oynalar konditsioner bor, konditsioner polni ishlaydi dedi, chixol bor. Sizlarga aytib o'tyapman, yili 2000-yil, 1.8 motor объемli bo'ladi. Tak. Ukalarimiz. Aka ukalarimiz mana ko'rib turganingizda bu arqa saloni bo'ladi. Opel Zafiramizda oldiga chixol bor, ya'ni arqa saloniga chixoli yo'q. Men sizlarga aytaman, mashina adresi Shartuzda. Aka telefon nomerni ayting aka. 93 192 22 25 ha, WhatsApp boshdir. Juda ham yaxshi. Tak. Narxini qancha deymiz aka Zafirani? Zafirani 40 ta vakamiz baqdi. Qo'ydim yo'q. Opel Zafirani aka ukalarimiz 40 ming somon deyapti. Ya'ni muomalasi bor deb telefon qilgan aka ukalarimiz, ya'ni bizni kanaldan aytsangiz, xudo xolasa sizlarga chotki muomala qilib beradi. Ya'ni 40 mingga ketmaydi, ya'ni arzonroq qilib beradi aka ukalarimiz. Bizni videomizni kuzatishni davom etingizlar. Biz dal shu davom etamiz. Xatman videoni oldi bilan shu videomizga like bosib, keyin tomosha qilingizlar. Ya'ni podpiskani ham unutmangizlar aka ukalarimiz. Xudo xolasa keyingi mashinamiz ko'rib turganingizda Opel Hatchback bo'ladi. Shampanskiy svitda. Xudo xolasa sizlarga god vipiskasini, motorni ichi, dokumenti qanaqa sizlarga polni tushuntirib beramiz aka ukalarimiz. Mashinada adresi qayerda aka? Mashinada adresi Shartuz rayonida bo'ladi. Ya'ni Shartuz rayonida ko'rib turganingizda balonlari 75-80% sostayan turibdi. Ya'ni bikalpok, обычный diskada turibdi ko'rib turganingizda. Dokumenti qanaqa aka? Fevralgacha. Ha? Fevral, keyingi yil fevralgacha. Aka ukalarimiz, o'zlaringiz eshityapsizlar, mashina dokumenti keyingi yil, ya'ni fevral oyigacha bo'ladi ekan mashina dokumenti. Utilizatsiya chiqqan. Utilizatsiya bor, ha? Tonirovkanikichi aka? Tonirovka mashina dokumenti bilan bir xil, ha? Bir xil. Aka ukalarimiz, ko'rib turganlaringizda keyingi mashinamiz xudo xolasa Opel Hatchback bo'ladi. Shampanskiy svitda balonlarni ko'ryapsizlar. Обычный balon, ya'ni sakadiska emas, ya'ni kalpogi ham yo'q. Shampanskiy svitda. Mashinada adresiga kelsak, aka ukalarimiz adresi Shartuzda bo'ladi. Mashinada dokumenti keyingi yil, ya'ni fevral oyigacha bor ekan. Tonirovkani ham dokumenti keyingi yil fevralgacha, ya'ni mashina dokumenti bilan bir xil tugaydi ekan fevral oyiga aka ukalarimiz. Mashinada obzorini bilan sizlarga tanishtirib o'tyapman mana. Mashina obzor aka ukalarimiz, arqa holati. Tak, mashinada ichkari saloni bilan tanishtirib o'taman. Mashina gaz, benzinmi yo faqat benzinmi aka? Gaz, benzin ha? Konditsioner bormi? Yo'q. Konditsioner yo'q aka ukalarimiz, televizorchalari bor. Mashinamiz mexanik ko'rib turganlaringizda, ya'ni lugimiz bor, gaz, benzin. Motori 1.6 bo'ladi. 1.6 prostoy обычный. Так, 1.6 prostoy. Tak, yiliga kelsak 97 bo'ladi, 96 mi? 97. 97-yil, ha? Mashinamiz 97-yil bo'ladi ekan aka ukalarimiz ko'rib turganingizda. Aka narxini qancha deymiz endi buni? 5 aytamiz, yana arzon bo'ladi. 35 ming somon, ha? Yana arzon bo'ladi. 35 ming somon deyapti aka ukalarimiz, yana arzon bo'ladi deyapti. Telefon nomeri siznikimi? WhatsApp bor, ha?
Aka ukalarimiz sizlarga telefon nomerini ko'rsatyapman. 93 345 19 98 raqamlarga telefon qilsalaringiz WhatsApp ulangan, ya'ni promoy telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. 35 ming somon deydi. Akamiz sizga cho'tka muomala qilib beradi. Videoni kuzatishda davom etingizlar. Xatman aka ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi mashinamiz sotka bo'ladi. Ya'ni obunachilarimiz bizdan sotka so'ragan Opel Dutini chiqar degan aka ukalarimizga mana shu videomizni podelitsiya qilib ukalarimizga, akalarimizga jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aka ukalarimiz. Mashina svitini ko'rib turganlaringizda, ya'ni yashil svit bo'ladi, ochiqroq yashil svit. Mashina ballonlari 80-85 sassan turibdi. Ya'ni saka diska bo'ladi, обычный emas. Ko'rib turganlaringiz aka ukalarimiz. Obzor bilan tanishtirib o'taman. Mashina obzori. Yonbosh holati, arqa holati aka ukalarimiz. Aka mashina gazi benzinmi, faqat benzinmi? Gazi benzin ha. Mashina adresi qayerda aka? Mashina adresi Shartuzda ekan, ya'ni mashinamiz gazi benzin bilan yuradi. Dokument qanaqa aka? Uch oy to'lay bor ha, mashina dokumentiga. Aka ukalarimiz o'zlaringiz ko'ryapsizlar, eshityapsizlar, gazi benzin dedi. Mashina dokumentiga kelsak 3 oy to'lay srogi qolgan dedi. Mashinamiz toza ko'rib turganlaringizda mana. Buni chiqoldan iborat. Ya'ni mashinamiz mexanik bo'ladi. Konditsioner bormi aka? Konditsioner yo'q ha, konditsioner yo'q dedi. Televizor o'chalari bor ko'rib turganlaringizda. Mana. Yili necha bo'lsa mashina aka? 96. Mashina yili 96 dedi. Dokumenti 3 oy to'lay qolgan dedi. Mashina adresi Sharduzda bo'ladi aka ukalarimiz. Motorga kelsak, motor 1.6 motor 1.6 2 16 klapandan iborat ha. 16 klapandan iborat ko'rib turganingiz aka ukalarimiz. Aka bir telefon nomerini aytasizmi? Aka ukalarimiz telefon nomerini aytib o'taman. Tak, 4 ta 1 bo'ladi. 38 691 raqamlarga telefon qilsangiz promoy tushasizlar. Ya'ni shu telefon nomeriga WhatsApp ulangan dedi. Aka bu narxini qancha deymiz mashinachani aka? 28 ming somon ha. Mashina narxini 28 ming somon deyapti aka, yana muomala bo'ladi ha. Akamız 28 ming somon deyapti, ya'ni muomala bo'ladi dedish. Akamizdan bemalol savdolashtirib, ya'ni tortishsalaringiz bo'ladi, sizlarga arzonroq qilib beradi. Mashina sostoyanasi cho'tka aka ukalarimiz mana.